Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom tinimsiz Allohga hamd aytib yashaganliklari uchun ham, qiyomat kunida ham qo'llaridagi boshqalardan u zotni ajratib turadigan bayroqlar hamd bayrog'i bo'ladi. Bayroq nima uchun kerak? Bayroq odatda muayyan bir qabila yoki davlat yoki boshqani boshqalardan, o'zgalardan ajratib turishi uchun kerak bo'ladigan bir alomat, simbol hukmini o'taydi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning qiyomat kunida qo'llariga ko'tarib oladigan bayroqlarning nomi hamd bayrog'i bo'ladi. Bu degani boshqa ummatlardek, boshqa ayrim ummatlardek Rabbiga noshukrlik qiladigan ummat bo'lmaydi bu ummat. Hazrati Muhammad Mustafa alayhissalatu vassalom, ya'ni yalov bardor Muhammad qo'lidagi bayroq hamd bayrog'i bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom Allohga shu qadar ko'p hamd aytganliklaridan Muhammad bo'ldi dedik. Shu qadar ko'p hamd aytdilarki, bu dunyoda ham, eng og'ir kunlarda ham Allohga hamd aytdilar. Insonlar ancha munchasi norozi bo'lib sochini bittalab yuladigan, Allohga nisbatan shakkoklikka borishi mumkin bo'lgan nuqtalarda ham hamd aytdilar. Shakkoklik u yoqda tursin, Allohga yanada hamd aytdilar. Hamdni ziyoda qildilarki, nuqsonga uchratmadilar. Hatto Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom qiyomat kunida ham hamdni kanda qilmaydilar. Qiyomat kunida ham taklif, Alloh taolo vazifalarni tugatgandan keyin ham bandalarga vazifa qilib bergan vazifalar bu dunyoda tugagandan keyin ham Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom qiyomat kunida ham Alloh taologa hamd aytadilar. Hadis shariflarda kelgan. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom qiyomatning og'ir dahshatli kunida insonlar hammasi Alloh taoloning huzuriga shafaatchi qidirib, biz bilan Allohning o'rtasiga odam bormikin o'rtaga tushadigan, Alloh uning so'zini hurmat qilib e'tiborga oladigan birisi bormikin deya odam qidirib yurgan paytlarida nihoyat Odam alayhissalom falon eng so'ngida Hazrati Muhammad Mustafa alayhissalatu vassalomning huzurlariga kelgan paytlarida Janobimiz Hazrati Muhammad alayhissalatu vassalom yana odatlaridagidek, bu dunyodagi holatlari kabi tinimsiz Allohga hamdlar boshlarini sajdaga qo'yganlaridek yana sajdaga boshlarini qo'yadilar. Sajdaga boshlarini qo'yib Alloh taologa misli ko'rilmagan darajada hamd aytadilar. Hamd aytib Allohdan keyin shafaat so'raydilar. Undan keyin Alloh taolo Hazrati Muhammad alayhissalatu vassalomga shafaat qilish iznini beradi.